Assalomu alaykum azizlar, Uybekasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarni bitta go'zallik bilan xursand qilmoqchiman. Ko'rib sizlarim bahra olinglar dedim. Qo'shnimnikiga chiqdim. Qo'shnimnikida ustalar bor. Hozir kechqurun ustalar dam olayotganidan foydalanib shu go'zallikni olyapman kameraga. Bahramand bo'linglar. Mana gulimizni bu sartavoy ekan. Buni oddiysini bilasizlar. Men sizlarga ko'rsatganman. Ko'chada menda bor bu guldan. Men hozir ko'rsataman buni oddiysini. Mana narsis gullari ochilib tugabdi. Yerlarni chopib tayyor qilib qo'yishgan. Mana bu gul nomi mana esimdan chiqib qolaveradi bu gul. Mana shu gulni sartavoy xili ekan. Buni ko'ringlar, qana sal maydaroq bo'lar. Mana nisbatan maydaroq bo'lar. Gazon bilan solishtiramiz. Mana yerlarni chopib qo'yishibdi. Bu yoqda uzumlar bor ekan. Mana bu sartavoy qaranglar. Bordoviy rang bilan nim pushti rangmi, o'rtasi sariq ekan. Mana buni kamera aniq rang bera olmas ekan o'rtoqlar. Mana bunisini qaranglar endi. Bu aslida siyoh rang, to'q siyoh rang. Kamerada unaqa aniq rang bermas ekan. Juda ham chiroyli. Manisi mana. Qaranglar, bu yirik-yirik. Juda ham chiroyli ekan. Bu yoz bo'yi gullar ekan. Guli tugagan zahoti menimcha kallaklab tashlaydi. Keyin bu yana g'unchalab, yana gullaydi. Juda ham chiroyli. Sotaman dedi, lekin kuzda faqat. Hali bu tayyor qilmagan, sotishga tayyor emas. Bor ekan, sotib bo'pti tayyorlarini. Mana endi manisi umuman boshqa rang ekan. Qaranglar. Bu umuman boshqacha rang. Buni qaranglarda. Buni o'rtasi oq ekan, oppoq emas. Nim pushtimi? Shunaqa rang. Ha, bunisini qaranglar. Shu yerning o'zidan 1, 2, 3 xil rangini ko'ryapman. 3 xil, 4 xil. Mana bu yoqda irislar. Ilmiy nomini bilmayman bu irisni. Mana yana bitta boshqacha rangi. Bunisi o'rtasi 2 qavat ekan. Qaranglar. Mana. Bu go'zallikka ta'm bermay iloji yo'q. Mana. Bahra olinglar. Juda ham chiroyli. Mana endi buni yonida piyon gullari bor ekan. Mana ancha yillardan beri o'stiraman deydi. Bu juda ham katta, hozir 2 metr joyga cho'zilgan. Mana g'unchalari. Juda ham chiroyli. Mana gullarni qaranglar. Bahramand bo'linglar. Bunga eng qizig'i, hech qanaqa udabreniya, hech narsa bermayman dedi. Chetlarini yumshatib qo'yaman, vaqtida sug'oraman bo'ldi dedi. Mana. Mana bitta narsislar gullab bo'lgan. Bular ham yirik-yirik turida menimcha, chunki barglari juda ham yirik. Bu yoqda smorodina bor ekan. Bu smorodina buta bo'lib o'sadi. Mana malinadan ham kuchli. Shamollaganda, bolalar kasal bo'lganda kompotlar qilsanglar, ya olcha bilan qo'shib kompot qilib yopsanglar, juda ham bu shamollashni tez oldini oladi. Shamollaganda tez tuzalasiz demoqchiman. Mana bu xurmo, bu ham o'zgacha bir ko'rk bag'ishlab turibdi hovliga. Juda ham chiroyli, go'zal. O'zi hovliga old joyiga, ko'rinadigan joyiga xurmo ekish kerak ekan. U mevalari ham bir chiroy baxsh etadi. Kuzda, bahor, yozda buni barglari dekorativda juda ham chiroyli.
Mana bu yoqda atir gullari bor ekan. Mana boshqacha rang, juda ham chiroyli rang. Bunchalarni qaranglar, ko'p. Bunchani qaranglar, ikki xil qizil bilan sariq, qizil emas, oranjoviy sariq tovlanib turibdi. Naryoq yoniga qulpina ekkan ekan. Inson qo'li gul deydi-yu, yoniga olma ekishibdi mana. Olmalar tugib yotibdi. Bu yoqga yana irislar bor. Oranjoviy bilan bu gullar bo'pti, bu ertaki sorti ekan. Mana bu yoqda boyagi atirguldan bor ekan. Mana bular irislar. Mana umuman boshqacha sorti, bittagina ekan. Qaranglar, jigarrang bilan oq. Jigarrangni och rangi, sariq desammikan, sariq jigarrangmi? Bittagina shu yerda ko'rdim buni. Mana to'q rangi ekan. Qaranglarda, bu kamera aniq rangini buni bermayapti baribir. Bu o'zini nima deydi, живой deydi, ko'rsangiz umuman boshqacha rang. Mana bu yoqda yana olma bor ekan. Olma daraxti. Bular karlik menimcha daraxtlar, karlik. Mana yana iris gullari. Juda ham go'zal, chiroyli. Hovlida ustalar ishlashyapti, perestroyka qilishyapti. Qaranglar buni go'zalligini. Inson qo'li gul deydi-yu. Go'zallik yarataman desa odamzodga hech gap emas. Sog'lik bo'lsa, tinchlik bo'lsa bo'ldi. Hamma narsani qilsa bo'ladi. Narigi chekkada malinalari bor. Hovlining chetiga aylantirib daraxtlar ekilgan, olma daraxtlari, olxo'ri, anor narigi tomonlarda. Men asosan gul ekilgan tomonni sizlarga ko'rsatyapman. Jusaylar ham ekib qo'yishibdi shuni oralig'ida. Juda ham mehnatkash oila bular. Mana bu yoq tomoniga, mana gullarning nomini bilmayman. Shunaqa chiroyli. Orasida ochilib yotdi, iris gullarning orasida. Bu yoqqa ramashkalar ekishibdi. Yonda xrizantemalar. Poetapna navbat bilan ochiladi. Biri tugasa ikkinchisi tugasa uchinchisi ochiladi. Bu yoqqa ham olmalar ekib qo'yishibdi. Naryoqda katta sariq atirgul. Bu yoqda qanaqadir gullar mana g'unchalab turibdi, mana gul. Mana juda ham siyoh rangi buni. To'q siyoh rang. Ko'ringlar. Ko'chada mana shunaqa chiroyli gullari mana. Mana bular umuman boshqa rang. Ichkarida yo'q bu ranglardan adashmasam. Mana ko'rib bahramand bo'linglar. Shunaqa go'zallik yaratishga qodir inson zot. Mana tashqarida ham bor ekan mana bu rangda. Lekin juda ham kam ekan. Bu gullarni sotaman dedi. Xohlovchilar bo'lsa, kuzda faqat dedi. Endi mana isib ketdi, bu gullar gulladi. Ko'karishi qiyin bu gullar menimcha. Oynalarning oldidagi gullarni ko'rsanglar, shunaqa chiroyli, havasim keladi. Har o'tganda qarab o'taman. Shu bugun qo'shnidan xabar olgan kiray dedimda, hovlisidagi go'zallikni ko'rib men o'zim to'xtata olmadim. Sizlarni ham bahramand bo'lishinglarni xohladim. To'g'ri, uylarda usta ishlayapti, ancha ular qayta qurish qilishyapti. Lekin hamma narsa o'z yo'liga. Go'zallik o'z yo'liga, qurilish o'z yo'liga.
Mana bular qo'shnilarni ham bahramand qilishgan. Qo'shnilarni ham mehmon qilishgan shu gullar bilan. Mana qanaqa qo'shnilarga ham berishgan demoqchimanda gullar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelasi gal uchrashguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum azizlar. Uybekas kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 27-aprel qo'shnimnikiga chiqdim. Bunaqa go'zallikni ko'rib, sizlarni ham bahramand bo'lishinglarni xohladim. Ana chetdagi atirgul, sariq atirgul ekan. Mana pastdagi bular iris gullari, ilmiy nomini bilmayman. Mana sariq rangda ekan. Mana o'zi oranjivoy, qanaqa deyiladi o'zbekchada. Mana siyoh rangi juda ham to'q rangi. To'q rangi ekan. Mana gullik hozir mana esimdan chiqdi. Buni sartavoy ekan. Bu mana yonida mana gul ham bor. Bu mana shu oddiysini bahorda ochiladi. Binafsha guli deymiz, oddiy. Mana uni qaranglar. Juda ham chiroyli ekan. Bugun ko'rdimda bu go'zallikni qarshisida o'zimni to'xtata olmadim. Sizlarning ham bahramand bo'lishinglarni